Ferrari Purasaniga qarasangiz, bu eng noodatiy avtomobilligini sirazu tushunasiz. Chunki Ferrari hech qachon crossover chiqarmaymiz deyishgan 70 yil davomida, lekin baribir shu Purasanni chiqarishdi. Dizayniga qarang, uzun kapot, ingichka agressiv faralar va juda silliq kuzov chiziqlari. Shuning uchun bu mashina oddiy yo'l tanlamasga emas, balandroq sportkarlar kabi ko'rinadi. Qiziq tomoni, orqa eshiklari ham boshqacha ochiladi. Ular teskari tomonga ochiladigan qilib ishlangan. Ferrarining imенно shu modeli Birlashgan Arab Amirliklarida juda taniqli. Dubayda shu modeli juda ko'p uchratishingiz mumkin. Bu sportkar bo'lishiga qaramasdan har kuni haydasa bo'ladigan mashina. Eng qiziq joyi esa dvigatel. Ferrari Purasan'da atmosferali V12 dvigatel o'rnatilgan. Bu juda kam uchraydigan narsa, chunki ko'p zamonaviy SUVlar hozir turboli yoki gibrid bo'lib ketgan. Bu mashinaning quvvati taxminan 725 ot kuchi, 0 dan 100 gacha tezlashishi esa taxminan 3.3 soniya. Siz o'ylashingizcha bu haqiqiy Ferrarimi yoki sportkar chiqaradigan kompaniyalar crossover chiqarish kerak emasmi? Fikringizni pastda yozib qoldiringlar.